aka, futbolga qiziqasizmi? Albatta uka. O'zi aslida futbolga qiziqmasdim, lekin O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolga qiziqmaganlarni ham qiziqtirib oldi. O'zbekistonning 34 yillik orzusi amalga oshdi uka. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi, to'g'rimi? Shu munosabat bilan O'zbekiston milliy terma jamoasini har bir o'yinni kuzatib, muxlislik qilishni boshladi. Demak, bugun futbolni ko'rgani kelasiz. Albatta, nafaqat men, aziz quvasoylar, barchalarni bugungi Quvasoy shahrimizda joylashgan Semenchi stadionida bo'lib o'tadigan O'zbekiston va Qatar terma jamoasining o'yinini jonli efirda kattakon monitorda miriqib ko'rishga taklif etib qolamiz. Albatta, uchrashuv juda ham qiziq bo'ladi degan umiddamiz va mana shu yerda barcha O'zbekiston, barcha quvasoyliklarimiz o'zimizda O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlab turadi. Xabarlayman, bugun har bir o'yinchilarga, qolaversa, o'sha o'yin ortida xizmat qilgan hammaga yurtboshimiz tomonidan BYD chempion mashinalari taqdim etiladi. Barchasini birgalikda kuzatamiz. Mana shu yerda bo'lasizmi aka? Shetda bo'laman. Bo'ldi, azizlar, barchalarni kutamiz. Biz shetdamiz. Hammani kutamiz.